Assalomu alaykum, hurmatli ekran oldidagi ko'ruvchilar. Strategiya nima deydi programmamizda yana sizlar bilan yuz ko'rishdik. Men Abdusalom Niyoz Uyg'ur. Qadrli ko'ruvchilar, biz bugun strategiya nima deydi programmamizda o'zining borlig'ini Sharq Turkiston mustaqillik da'vosi uchun fido qilgan, Xitoy uchun ko'ziga qadalgan, miq sanalgan rahbarimiz Rabiya Qodir xonimni taklif qildik. Hurmatli Rabiya Qodir xonim, programmamizga xush keldingiz. Rahmat. Yaqindan beri dunyoda o'zgarishlar cho'ng bo'lyotdi. Hisobda har kunda bir cho'ng ish yuz bergandek o'tyotdi. O'tgan hafta Idlibda 34 Turkiya askarining bombardimanda qazo qilishi bilan vaziyat yana keskinlashdi. Dunyoning diqqati Yevropa chegarasiga kelgan necha yuz ming suriyalik musofir bilan Suriya urushiga tiklandi. Bir yandan Xitoy virusining dunyoda tez suratda tarqalib, dunyoga vahima paydo qilishi jiddiylikni texim oshirib etdi. Uyg'ur masalasi kun tartibdan tushib qolmagan taqdirdami, bir taraf qiladigan ishlarning ko'pligidan o'chrat bilan kelayotganini ko'rib turyapmiz. Rabiya Qodir xonim, sizdan so'rab baqsaq. O'tgan yilning oxiri Uyg'ur kishilik huquq qonunini Amerika Avam palatasida to'liq ovozning qo'llashi bilan o'tkazgan edi. Onundan keyingi bir qator aldirashliklar sababli bu qonun texicha qonun bo'lib yo'lga qo'yilishga nail bo'lgani yo'q. Bu xizmatlar nega keldi? Bu birinchi qitim emas, qonun aşı. İkinci qitim bo'lib qoldi hozir. Birinchi qitimda bizning qonunimiz ma'qullangan vaqtda 10 yilning oldida yana bir qitim shunda qonunimiz buzilib ketadigan ahvol yuz berdi. Uningda bir shunda hep qilish bo'ldi. Endi bu qonun ben aşı turmadan chiqadigan vaqtimda hozirgi Joe Biden efendim ve Tamlantos efendimler şu oturga qo'yib şu vaqtida bir qonun loyiha, bir necha qonun loyiha ma'qullanib ketgan qonun emas. Bu qitim rasmiy Uyg'ur masalasidan qonun ma'qullanskan deb. Taki men turmadan chiqqandan tortib hozirgacha bütün Uyg'urlarning şu bir qonun Uyg'urlarning masalasida bir qonun ma'qullanskan deb Amerikadan nayt cho'ng umid kutib, Amerikani dunyoning xo'jasi, dunyoning saqchisi, dunyoninki erkinligi haqidagi qimmat ko'z qarashi tiklangan bir davlat deb Amerikaning o'zida bizning qonunimizdan ma'qullanishi haqida bütün xalqimizdagi talpinish mushumu bizningki azob oqibatdan qutulishimiz uchun mushu qonun bir ma'qullanib ketsa bizmi dunyodagi odamlardek dunyoning kun tartibiga kiramiz, siyosiy tartibiga kiramiz degan orzu har bir Uyg'urda bo'lib keldi. Hamda hozir mushu qonun nihoyat bir umid bilan bu qonun bizning chet eldagilarning biz bir sababchi bo'lib yuguryapmiz emas. Bizning ajoyibligimiz emas. Milyon qon to'kilgan milyon qon bütün dunyoni qarab turishga nomus qiladigan holatga kirib qo'ydi. Ham o'zining xalqidan dunyo bütün axborotdan cho'chiydigan holatga akildigan darajada qirg'inchilikqa duch keldi. Shuning uchun shu qon badaliga bütün davlatlar o'rnidan turib, bunda mush asrda hozir mushninga qarab tursak biz jinoyatga sherik bo'lib qolamiz deb bu qonunni qo'lga olgan. Tayvanning, Birmaning ve Tibetning qonunlari ma'qullangan allaqachon oldi 40-50 yil, keyin 30 necha yil bo'lgan. Ularni bir osmonga chiqib bütün hamma narsadan qutulib ketgani yo'q. Lekin shu kun tartibda bo'ldi. Derhal qo'lga oldi. Biz shu kun tartibga 10 yildan ortiq da'vo qilib kirenmey şu 7. ay 2009 yılı 7. ayının 5'deki tökülgen kan bilen bizden kanunumuz sunulgan idi. Birinci qitimlik kanun. Hem de bu ikinci qitimlik kanun milyon adamın kanı bilen sunulgan idi. Siz degende her xil sebeple aldıraşlıklar, nurgun her bir işimiz kelgen vaxtıda devletin halkılık aldıraşlık meseleleri duç kep kalgaçka bizdenki kanunumuz keçikip kaldı. Lekin kun tartibdan tushib qolgani yo'q. Amerika mayli tashqi ishlar ministri bo'lsin, mayli Oqsaroyninki yordamchilari bo'lsin, prezident Trumpning yordamchilari bo'lsin, mayli Pompeo efendim bo'lsin, bizning ishimizni har kuni yatlab turyapti. Dal mushu qonunni ilib, ya'ni qonunni ma'qullashdan sirt
resmi bizning ishimizga tadbir qo'llanadigan vaqtda mana men siz deyotgan Xitoy virusi dunyoga tarqaldi. Demak bu bütün dünyanın sarasını sağaşqa hakikaten bu dünya muş iş bilen yana bizning işimiz biraz besilip qalgan holatda bo'lib qoldi deb qaravatdı xalq. Besilip qolmadi. Ras siz degandek o'chirat uni qisi bu chiqyapti, buni qisi u chiqyapti, o'chirat bilan kelyapti. Endi Turkiyaninki bu meselesini o'tirg'i chiqdi. Turkiyada kun tartibli bo'layotgan ishimiz hamma odamning kun tartibi og'dirilib ketdi. Lekin Amerikada hergiz Uyg'ur meselesi kun tartibdan qolib qolgani yo'q. Fakat özümüzle kun tertipten kayıp kalmasak, özümüzle akımızı çekinip gelip toxtab kalmasak, bizden Uygur meselesi kun tertipten kalmaydı. Uygur, mesela Tayvan'ınki sizge hazır desem Tayvan'ın ikinci kıtım yanı bir kanun makullandı gördünüz. Amerika bir nersini oturup koyuvatıdı dünyaya. Nemin oturup koyuvatıdı o desiniz? Biz devletlerinin işki meselesinde bunu işki bölünüp ketişige devletlerinin bölgünçülükünü kollamamız degen davamlıq yatlap kavatıdı. Xitayma şunu targ'ib kavatıdı. Bırak Amerika Tayvan'ga başı gapni qilg'iliq bizga qilgandek. Tibetga başı gapni qilg'iliq. Bu da Tayvan'ga qanda qonun ma'qullandi. O'zingiz bor qarab beqing qonunni ma'qullanishini har qanday davlatlarga berib diplomatiya munosabat qila oladi degan narsa o'tirib qo'yildi. Amerika aş qonunni ma'qulladi. Shunda bo'lg'ini nim bo'lg'ini Tayvan'ı mı devlet dercilik itiraf kılman dedim Amerika'nın. Şuna her devlet Amerika'nın kanunu makullanıp boğandığın için her millet her özünün devleti var. Devlet kurgan milletler özünün siyaseti boyunca davanı özünün köz karşı boyunca etmansa ahir nöbet bilen nöbet kilidir. Bu kitim kanun bizden acayip kuvvetmezliği mümkün. Bırak gün tertipte ekilidir. Men makullanıdığını işini ben bu mikrop çıksın mı? Yani bir nas çıksın mı? Bizning kanun kun tartibdan chiqib qolmaydi. Mana Tönögün kongresining ichida Amerika Uyg'ur uyushmasining odamlari aylanib yurib, senatörlar kongreslarga mush qonun masalasini tezlitish to'g'riliq miniyotdi. Mana bugunmi kirib ketdi? Meningcha bugun 20-25 odam kirib ketdi-ku deyman. Meningcha bu bizning qonun masalamiz buningga to'xtab qolmaydi deb qarayman. Xabarlarda ko'rib turyapmiz. Vatanning ahvoli kundan kunga nachar. Xalqimiz virus bahonasi bilan sunniy ocharchilikning dardini tortyapti. Kishilar texicha uylariga so'loqliq. Lager turmadikilarning ahvoli aniq emas. Bu jihatda qanday xizmatlar ishlandi? Rahmat. Bu savolni qo'yganingizga balam. Men birinchi qitim shu Uyg'urlarni ko'chalarga yig'ib öylere akribatga vaqtida bütün dünyanı muş mesele üstüde bütün dünyadaki teşkilatlarga çağırıq e'lon qilgan. Çağırıqımni belki anlagansizlar. Hammanglar yatqanlar o'rninglardan qopinglar, qopqanlar yuguringlar. O'rnimizdan dast turib xalq harakatini qilayli, tashkilotlarni harakat qilsin va uningdan boshqa hatto yoshlar, cho'nglar, qerilar, ayollar hammanglar oldingi safga chiqinglar. Mana mushundaq bir paytda, mushundaq o'layotgan bir paytda yana bizning xalqimiz oyada sinoq qilib o'ltirib, miyada lagerda o'ltirib, endi hozir ochliqdan o'ltirib, oqidan ishkira o'lkalarga xizmatchi deb yo'tkab apirib mikrobning og'ziga tashlab o'ltirib, bu qitimki mikrob yolg'iz Xitoyning o'zininki dunyoga taqat qilgan emas, Uyg'urlarni qirish uchun nihoyat cho'ng bir fursat hozirlab beradigan Xitoyning Uyg'urlarni qirg'inchilik qilish uchun nihoyat bir tadbirlarning birisi bo'ladigan mikrob bo'ladigan bo'ldi deb mushuningga Uyg'urlarni dasturish to'g'riliq chaqirgan. Biz hozir nimaga oldirash deganda Uyg'ur tashkilotlari ish qilmadi emas, qilyotdi. Rasmga tushib tashkilotlarimiz, oldingi hisobdagi tashkilotlarimiz yig'in ichib rasmga tushib taqitishga oldirash bo'lib ketib boramiz. Xalqqa rasm taqitishga oldirash. Yığında özümüzü kökçük aldıraş. Kanda yığın bu şunun özümüzü itip verip aşağıda kata oturup resimge tatip edişke aldıraş. Biz hazır muşunun aldıraş olavatız. Birinci aldıraş olavatka yerimiz. İkinci aldıraş olavatka yerimiz nime o diye vaxtıda hemmimiz öz aldığı cügürep hemmimiz öz aldığımızı cügürep verip mavu nimde vatıdı, avu uxmaydı, avu nimde vatıdı, mavu uxmaydı. Eğer biz
muş Uygur'a işimiz ağırsa, eğer biz vatanimiz Şarkı Türkistan'ı yani Uyguristan'ı müstakil kıldığın niyetimiz bolsa, ya ki aş lagırdakilerini takıtıdığın niyetimiz bolsa, aşılarının kısasını alıdığın niyetimiz olsa, aşını dünya bildirdiğin niyetimiz olup, hakiki halkımızga işimiz ağırsa, teşkilatlar biz birlik kep toplaşattık. Biz vekil degan teşkilatlar hemmimizni chaqirib bir yerga akilib, u o'zining shaxsiy ziddiyati, opamni anda debdikan, dadamni anda debdikan, sen mening anda deding, men seni anda dedim, tashlab etib, hammaylar yig'layli deb yig'ib akilib, biz zodi nima qilishimiz kerak Uyg'ur uchun? Amerika nima qilib berish kerak? Dunyo nima qilib berish kerak? Hammasi o'zi bilgan nima qilishni o'tirg'a qo'ymay, zodi biz birlikda bir ovoz bilan masalalarni hal qilishimiz kerak deb bir muzokara qilib, sen nim da'vatsan, ma tashkilot sen nim da'vatsan, o tashkilot sen nim da'vatsan desa, hammasi o'zining da'vat qilib o'tirib qo'yapti. Unda olsa, sening deganing borkan, mening deganim bor. Hozir hech qaysi bir-birining nim da'vatganligini hech qaysi uqmaydi. Özününki kararını 6 adam bilen biridir. Mağmu özünün kararını 20-30 icra komitesi bilen biridir. Mağmu özünün kararını özünün teşkilatı bilen biridir. Mağmu özünün kararını özününki board azaları bilen biridir. Ben mu özümün kararımını özümün otağa yerimdeki Uygur Milli Hareketi'nin adamları bilen birime. Endi ben hazır jigay dep oylagan deslepte. Bir mezgilmiş yaşlar özü kıpbaksın, yaşlar kısın, biz kılalayttık. Biz kılımız, zaten bizni kılı koymadı degendikin, ben nemi dep oyladım. Hakikaten ben muşa hazır çıkıdığan bir grup siyasetçilerin olduğu tosalık bolup kalgan bolsam, ben bir mezgil jim turup turay, muşla çokum acayip idilerini oturuğa çıkıp, acayip siyasetler bilen menin halkımın kırgınçılığının olduğunu alıdı, menin halkımını kutuldurdu, vatanını kutuldurdu diye ümit bilen ben jim yattım şunun yakısı. Şu olaydı. Lekin undaq bo'lmadi. Birlik kelmay, taraf-tarafga biz parchalanib, hammamiz o'zimiz belgilaganini dedik. Shunga hozir ham biz kechikmadik. Shunga biz nima ish qildik degan savolga biz yechim ish qilmadik. Anlatib qo'ydik. Ma o'zi bilganini anglatdi, o'zi bilganini anglatdi. Eng ko'p qiladigan ishimiz rasmga tushib tarqatdik. En köp kılalıgan işimiz xalqdan her xil usuldaki bir icadiyatlarını çıkarıp xalqdan pul toplab alalıdık. Şu pullar bilen üye bir yerde işxanı geçip özümüzün ornumuzda çıkıp alalıdık. Bir neçe o artık teşkilatlarını kurup alalıdık. Bizim kılıp alalığa işimiz. Lekin biz kılanmağa işini Amerika kıldı. Amerika bizden tatip ekilip, yakımızdan tatip ekilip, iş kısak mı, kılmasak mı, sen kongres kılman, sen bizim akımızdan man, bizim yakımızda tut, sen dünyanın hem yeri gibi, Avrupalık man, pulunu biz töreyli, sen berip ma davanı kıl deyip, Amerika bizim akımızdan işledi, biz şununla tek ülgürenmevatımız, şununla maslışanmevatımız. Ben berip o bombaydı deyip, o berip Rabia Kadır'da Kırgızbanlı bu bombaydı deyip, o berip yanı birisini Kırgızbanlı o bombaydı deyip, birimizden aldığını tosup, bizge beriladigan, bizge kıladigan iş 5 aylanıp ketip başkalarına bop ketdi. Başkalarına kıp durvatıdı. Men bugün muşu sözünü dedim emdi. Nurgun adamını kapı kılımen, kapı kılının bilen bizden yığıladigan, yığınçaklaydıgan vaktimiz geldi. Uygur'a iş kıpırdıgan vaktimiz geldi. Özümüz pul ağan teşkilatlarının projektini işleyli. Lekin yani özümüz umumi yüzlük birlik gelip çoğun siyaset belgeleydigan vaktimiz geldi. Bizden teşkilatlar şu çoğun siyasetini belgileyemedi. Ayada işxana içip alaylı, ayada iş kılıp alaylı degini umu toğra, onu mu kısın? O ketip ağanda kılıdığan iş. Lekin bir iş Uygur'a kılanmadık. Uygur'un kırılıp ketişige, Uygur'un muşuna ölüp ketişige, muşuna bop ketişige, şat elde biz ciddi turamıqalığımız için muş aldın kısa küçük kalap biz cinayetçisi cevapkar edip parasak oldu özümüz. Özümüzden bekotluğumuzdan. Lekin bizde umumi halkının hazırki ahvalıga cevap veradigan bir siyaset belgilenmedi. Muşu biz hemmimiz birbirimizni keçirip birlikte gelip sen anı kıl, men manı kılay, men manı kıl dep taksim kılsak bizim işimiz toyaydı. Anındikim biz yeni bir siyasetten oylap çıkıp ma halkımızı manı kıpıraylı. Sen ma yolduman, men ma yolduman dep manuttuk Amerika'mı bizge maslışattı. Bu kıtım mübarek olsun Sara Hanım'a mukafat verdi. Ay Allah dünya ayalım. Nayet hoş olduk. Çünkü lager meselesini tuncu paş kılıp aşağıda yetip çıkıp kalan hanım, bunu ben tebrikname yazıp koydum. Hem de ne mi kıldık diyen meseleye
şu Sara Hanım'ın mükafatıga qarab baha bəsənlər buldu, biz nemiş qılğanlığımızda. Qanun maqullanıb bolğandikin biz endikin hiç iş qılamısaq mı, çeçilib жүрген dövrdə xalqımızın qini bilan muş qanunni maqullatdıq desək boladı. Əgər qanun maqullanmay turib biz bir iş qıpadiq degan gapni men dalanmayman. Hech qasqa bir ish qildik degan gapni deyishga izzat ataman. Aldığın qitim ailenizdekiler hakkında çıkargan filmingizde siz Xitay Kompartiyasi haqiqatga o'tib xalqimga erkinlik bersa, ular bilan kelishim qilishga, suhbatlashishga tayyor biz degan iboralarni ishlatdingiz. Bu so'zingiz muajiratdagi Uyg'urlar orasida zo'r g'ulg'ul qo'zg'adi. Sizdan so'rab baqsaq, agar Xitoy yuksak avtonomiya beray desa, kelishish ehtimolingiz bormi? Men o avtonomiya masalasiga qartib demedim. Çünkü mening gapimni to'lg'ig'is kelib ketadigan odam jiq o'g'ashqa men uni undaqla dedim. Kelishim degan suhbat degan gap balam. Xalqaro til bilan aytganda kelishim degan suhbat. Agar mening xalqimga erkinlik degan mustaqillik erkinlik degan shu. Mening xalqimga erkinlik bergandikin avval lagerlarni taqitib nurg'un o'ltirilgan odamlar, tutilgan odamlar ishkirga akatgan, turmaga akatganlar qo'yib berilgandan keyin Xitoy hukumat bilan biz suhbatga kelsak bo'ladi dedim. Mening o suhbatga kelishga sababim nima degan vaqtida suhbat deganning 49-yil Ahmad Efendimninki vaqtida Rossiya bilan tuzgan nurg'un to'xtamlar va Xitoyning manchilik vaqt turib biz vatanni tashlab chiqib ketamiz, qo'liga qaytarib beramiz. Manchilik vaqtiki mustaqil bo'ldi. Manchilik vaqtida o'z taqdirini o'z belgilaydi. Mandaq degan gaplari bor nurg'un materiallarni men ko'rdim. Dalay Lama 7-8-9 qitim suhbat o'tkazdi Xitoy bilan. Kelishim kelamida hozirgacha yuribdi. Endi Tayvan bir necha qitim suhbat o'tkazdi, lekin Tayvan mana bugun ma'qullangan qonunda qandaq davlat bilan Tayvan aloqa qilsa biz davlatlar qatorida muomala qilamiz degan mazmun bor hozir. Demak, Tayvanning o'z bir davlatdek e'tirof qilingan, Jungo bilan o'xshash davlat deb e'tirof qilinganini Amerika qonunini ma'qulladi. Bizning birinchi qonunimiz ma'qullansa, ma'noda biz bir kun tartibga kirsak, buningda ajoyib cho'ng ish bo'lib ketmaydi bizga. Yana bir ish bo'lmaganda aşağıdaki lager u bularni taqlitish uchun nayt zo'r xizmat ishlaydi. Lekin buning oqidan biz kun tartibda bo'lganki ikkinchisi keladi Amerikaga. Shu vaqtida Amerika bizni berib urushinglar deb bir-biringning beshini yeringlar demaydi. Birinchi qitim dastlabki bosqichlarda suhbat o'tkazinglar o'z ara deydi. Uni Xitoy shuning unamda unamamda maslashadi. Xitoy shuning uniga vaqtida bizni davlat darajalik e'tirof qilgan bo'ladi. Sharq Turkiston davlati, ya'ni Uyg'uriston davlati darajalik e'tirof qilgan bo'ladi. Ana shu vaqtida bizning davlatimizni sen bunda deb besib olgan, davlatimizda esa ya chiqitsa, ya munda qilsa, ya unda qilsa degan gapni shu vaqtida o'tirib qo'yamiz. Biz hozir Xitoydan yuksak avtonomiya deganni bizga allaqachon berib bo'lgan. Avtonomiya deganni bizga berib bo'lgan. Yuksak avtonomiya degan gap bizga ishlamaydi. Xitoy menga bir inson bir gapni qildi. Bu ne gapni qilgan odam, nayt cho'ng odam, u nima dedi desiniz? Xitoy Uyg'urlarni besib olgandan tortib, besib olishdan burun Gomindan davridan tortib o'ltirishga xumor bo'ldi. Pat-pat Uyg'urlarni o'ltirib turmasa, ichib pishdi. Bu Xitoyning bir Xitoy xalqining xumori bo'ldi dedi. Men bu gapni ömrümdə anglab baxmabdı ekanman, mush odamning og'zidan tunji qitim angladim. O'ylab baxsam, Shinsisayning vaqtida o'ltagan odamda necha 10 ming odamning mingisiga niqiq boylarimizni, puldorlarni, ziyolilarni, o'lmalarimizni oshna o'ltagan. Onundikin Gomindan qandaq qirib o'ltadi. Onundikin Gonsandaqning Wangjing qandaq qirib o'ltadi. Onundan keyin 57-yili qandaq qirib o'ltadi. Yaroslav deb qandaq qirib o'ltadi. Onundikin madaniyat inqilobida qandaq qirdi. Onundikin Borin vaqasi, onundikin mushta kasimiz haqiqatan Xitoy davrga bilab har 5 yilda bir, 10 yilda bir bizni mushundaq o'ltirib etibdi-da. O'ltimiz bo'lmaydigan bir, o'ltirib tugutadigan bir obyektivga aylanibdi. Shuning uchun biz qaysi yo'lni tanlashimiz kerak degan vaqtida bizning tanlaydigan birli yo'limiz Uyg'ur o'z davlatini o'zi elib, Tayvanlarda dunyoda o'z diplomatiya qiladigan bir davlat bo'lmaguncha Uyg'ur o'zgil o'zi o'lim jazosi hukm qilsa bo'ladi.
Xitoy bilan birga yashaymiz, yuksak avtonomiya bilan yashaymiz. Xitoy bizga bu da avtonomiya berdi deganni bizning otalarimiz aldandi, akıllarimiz aldandi. Hozir aldanayotgan bolalarimizning ota-onasi shunda aldandi, ota bobasi shunda aldandi. Shularni Xitoy yana shularning ota bobasini shunda o'ldirdi. Shuning uchun biz yüksek avtonomiya, yana bir nima degan bizga berilgan o'lim jazosi. Xitoyning o'zining bergan o'lim jazosi Uyg'urlar e'tirof qilgan va qabul qilgan. Meni Xitoy bundiki yana bir qitimda o'ltasi bo'ldi. Ma qitimga o'ltirish ham biroz ormilib oldi. Kichkin damilib olgandan keyin yana bir qitim o'ltasi bo'ldi. Yana kichkin damilib olgandan yana bir qitim o'ltasi bo'ldi deb Uyg'ur Xitoyning bizni o'ltirib tugutishini e'tirof qilganlik deb qarayman. Şuna men o yüksek avtonomiya degan gapni ig'zinglarga olsanglar men xafalıman. Uni bir saylamg'imi, ovozg'imi qo'ydigan gap emas. Uyg'urning mustaqillikdan boshqa hech qanday yo'li yo'q. Hozir shu bir qism odamlar meni berib, Robiya Qodir radikallashib, mustaqillik pul berayotgan yerlarga berib damitibdi. Robiya Qodir radikallashib Uyg'urni mustaqil deb shunday qilyotdi. Bizning yo'limizni to'syotdi. Men hech kimning yo'lini to'smadim. Hamma adam o'zining ishini qilsa bo'ladi. Uyg'urning qirilganligini xabar qilsin, kishilik huquq, to'g'rilik bo'lsin erkin. Lekin ular o'zining xizmatini qilsin. Boshqalarning mustaqil qilaman degani xato degan gapni og'zidan chiqarishiga ularga ruxsat yo'q. Sen o'zingning xizmatini qilsininkini biz to'smaymiz. Sen bizning ishimizni chatirma bo'lsin. Chunki umumiy xalq bizning orqamizda. Mushu fikrdadir. Men Uyg'ur degan, aql menda bor degan o bilan beni bilalaydigan adam mustaqillikdan boshqa yo'lni tanlamaydi. Menga bu gapni qilgan bo'lsa Uyg'urlar meni nayta haqoratlab qo'yibdi. Bu nazir qilganlar meni tushunmabdi. Men hozirmi Xitoy bilan kelishim va suhbatga o'tirishga men tayyor degan gapni hozirmi qilaman. Oldi bilan biz tinchlik bilan suhbatga kelamiz, kelishim qilamiz, vatanni qaytirib va chiqtiman degandan chiqkat hozir tinchlik bilan ishni hal qilamiz deymiz. Xalqaro bizning ashunday qilishimizni umid qiladi. Xalqaro berib hozir bir adam chapimiz atimiz desak bizni qo'llamaydi. U mening xalqim. Xalqaro qo'llaydigan sharoit ostida mustaqillikni qo'lga keltirish kerak. Xalqaroning siyosatiga moslashgan holda. Nima uchun vaqtim biz qonun ma'qullaydiganda Sharq Turkiston degan gapni olmay Shinjong deb ma'quldirdik. Biz avval Amerikaning qonuniga biz kiraylik dedik. Biz o'zimiz turayotgan davlatlarni qiyinchilik qo'ymagan holda, shu davlatlarning siyosatiga moslashgan holda faoliyat olib turib vatanimizni mustaqil qilamiz. Biz shu bosqichga o'zimiz akilamiz. Davlatlarni akilalaymiz o'z. Uning uchun nima kerak deganda, davlatlarning fikri kerak emas, Uyg'urlarning birlikka kelishi kerak. Agar birlik bo'lmasa, Ahmad Efendimning vaqtida chechilgandek Ahmet Efendim'nin ölüşüge murçiçilik Allah sebepçi oldu. Onun dinkin onun aldığı ölgenler. Sabit damullamını, ben önsüreyim özlemdim. Sabit damullamını kapazgı solap öldürgende bir günü muşlar beni kapazgı solap öldürüyor demodu. Ben önsüreyim. Beni kapazgı solap Xitayga tutup, aş xuddi şinsi sevgi sabit damullamını, bizim yani kahramanımız, umum bir kahramanımız ismini atığım yok. Gojini zacım. Aş adamni akab bersa, men septin deb akab beribdikan, g'ojini zojimni yana boshqa birisini qo'li sim bilan bo'g'ib o'ltirdi shimsiz. Onun qo'li bilan meni o'ltirdi. Ata bu ish mening beshimga kelarmi? Men ansirayman. Chunki haddidan ziyoda men bir minut pulsiz mush ishxonamda men bugun mana yolg'iz o'tirib bir adam bilan ishlayapman. Pulsiz, qilsiz, piyoda yurib maşınlardı kırakıp kelenmey kalsam keçinleri taladı kelip durup ma işini toxtatmay kılıvatım. Nimişka xalqı men qarzdar degan ideya bo'lganlik uchun. Lekin yana qarzdarligimning oxirini tushirolmaganligim uchun men nima qilaman dedim bu deganda men hammasining oldiga egilib berib, butun dunyodagi tashkilotlarning hammasini birlashtirib, birlik sat bir o'rinni qurib, biz yeni bir siyoset ochqaylik. Zod Uyg'urni qanday qutuldirish kerak? Lagerdagilarni qanday qutuldirish kerak? Vatanni qanday qutuldirish kerak? Buning uchun biz qanday guruhlarga bo'linishimiz kerak? Nima qilishimiz kerak? Mushu masalalarni bütün ziyolilarni, olmalarni, tashkilotlarni yig'ib, ma 7-oydan 9-oygacha, asli 6-oyda qilmoqchi edim. Ma koronavirus mush virus tufayli men hozir qo'rqib buni 7-oy 9-oygacha bo'lib qoladi devatma. Yig'ib biz birlik e'lon qilsak, biz birlashsak, biz birlikda biz mush ishni qila olamiz. Vatanimizni mustaqil qildigan ishni qila olamiz. Lagerni taqtidigan ishni qila olamiz. Qirilib ketganlarning so'roq so'rig'ini qila olamiz deb o'ylayman.
Xitoy bu qitimliq virus vaqasi bilan bir qator krizislarni boshdan kechiryapti. Bu o'tgandan qandoq qutuladi, beshiga nima kunlar keladi, hozir nimalarni yashayotidi bilmaymiz. Agar tuyuqsiz Xitoy kompartiyasi og'dirilib ketib qolsa, sizcha Uyg'urlarda darhol harakatga o'tib, vaziyatni kontrol qila oladigan, Sharq Turkistonni mustaqillikka erishtiradigan tayyorlik va qobiliyat bormi? Bah. Ben bununla bu aldıda teşkilatlarda yügürüp yügerlerde yok. Bundaklı dep sizge. Ve ün tününü çıkamay iş kıvatkan sansız sanaksız yaşlarımız var. Sansız sanaksız çoğunlarımız var. Onda Uygurlar, onda onçular kılva emez. Şu Uygurlarınmış çet elde bir kısım adamlar malumattan kıvatken bilen Uygur halkı hem nersiki tayya. Uygurlar aynı vakti mi tayyatı, onundan kim mi tayyatı, onun kim, ulanın akılsızlıkından devlet koldun ketkeni yok. Akılsızlık taraflarımı boldur, rast. Lekin bizim halkın içinde ne iş kıladığı Allah bah. Dünyanın hem yeri bah. Birlik kileyli deydiğen idi. Anın aldırmay sen birlik kanda kelimizde birbirini aldıra. Menin Uygur halkına kayıt sual koysunuz çakırgın biz birlik kemmey turup bizden işimiz müstakillikte mi söz açamayız, yanı birini mi söz açamayız. Şunun için biz birlik kelge vaktimizde birbirimiz boysunga vaktida andın vatanimizni müstakil kıla alaymiz ve halkımızı kutuldura alaymiz. Xitoy virusni kontrol qildik degan xabarni chiqarib, tuyuqsiz vatanimizda yuqum yo'q deganni ko'tarib chiqdi. Bu xabarning yolg'onligini, yuqumlanganlarning borligini Erkin Asiyo radiosi dalillagan bo'ldi. Xitoy vatanimizda yuqum kontrol qilindi deb orqadanla Uyg'urlarni turkumlab ishkiri o'lkasiga to'shishga boshladi. Buning nimadan derak berdiganligini yaxshi bilamiz. Buni to'sish uchun qanday xizmatlar ishlanyotdi? Buningdan keyin qanday xizmatlar ishlanishi kerak va ishlandi? Yanılı desem biz hemimiz ortaklaşıp birikip yaxşı bir planını tüzüp çıkıp hazırki her kandak teşkilatlarının kılıdığan işi hazır muş işkirge aktivatkallarının bexatarligini bütün dünya matbuatlarını kozgap anlatış gerek. Bir yergili merkezleşip kalmay bütün dünya matbuatlarını kozgaş gerek. Bütün kişilik hukuk teşkilatlarını kozgaş gerek. Bütün dünyadaki parlamentlarını kozgaş gerek. Her devlette turvatkallar men yezip evettim nimilen deyiş gerek ikenligini. Her bir devlette turvatkan teşkilatlar özünün devlete, özü iktisatını özü yığıp, özü toplap, özünün devletini hareketli keltirip, özünün devletini kozgap şu hareketke bütün devletini ekilerlige vaktimizde bir Amerika'ya karab gücümüzde bir Amerika'ya ağdırıp kalsak Amerika'nın gücü yanmay kalıdı. Şunun için hem teşkilatlar meyli Türkiye olsun, meyli Orta Asya olsun, Orta Asya'daki Kazak karındaşlar bile ortaklaşıp kılış gerek. Avrupa'daki teşkilatlar kılış gerek. Bizden kırılıp ketip bağan halkımızın siz hazır işkirik ekitip barıdı, işkirik kandaklı tekma mundarakları. Bunun oldu da virüs mikrobunu tadqiq qilish uchun qanchalik Uyg'urlarni akitib qanday qildi. Buning surishtisini o'tirib qo'yishimiz kerak. Ma Uyg'urlar qani, necha yuz ming Uyg'ur qani, mana o'z pash qilgan Italiyadan pash qildi, Yevropadan pash qildi necha yuz ming. Bular qani deb deyish kerak. İçideki 3 milyon Uyg'urning ichidan qanchalik adam qo'yib berildi, qolganlar uning ichida mikrob tashlab qanday o'ladi. Mushuni rasmiy report qilib yezib, hammamiz o'xshash ovoz bilan topshirishimiz kerak. Birsimiz A desak, birsimiz B desak, yana oqmaydi. Biz yani onundan başka özümüzün halkını hazır ulağı aş təmin. Ürümçide təminləydi. Mən işini mən. Ürümçi təminləydi. Gulcu şəhərləri təminləydi. Qaşqar şəhərləri də təminləydi. Yezidiki biçarlar çox. Yəkə vəqəsi boğa vaxtı da balam. Ayrıplandı bir nəsi çaşdı. Biz ayrıplan kilip çıkıçar uçtu dedik. Şu vaxtı da virus çeçip diken bula. Mana muşunda vəqələr biz hemimiz xəbərsiz qalğanlığımız üçün biz axbaratlardan muşunu hazır aşkarlanıbdı bu nəsə.
Şunun o'xshash biz aş virus bilan o'lgan odamlarni qanday qilamiz? Lagerdikini qanday qilamiz? Qanday qilamiz? Ochliqdan o'lib ketishni qanday qilamiz? Bizning xalqimizda ishkirga akatgan bolalarimizni qanday qilamiz? Siz cho'ng odamlardan so'z ochdingiz hozir. Kichik bolalarni ko'rdingizmi? Vokzaldagi kichik bolalarni Radio Free ajabadi. O kichik texi endi 6 yoshdan, 7 yoshdan 15 yoshgacha bolalarni turkumlab akityotdi. Hamma odam virusdan qochib uyga kirib ketib bas. Mushuni biz demişki matbuotga ochiq qolmaymiz. Nimishqa kuchimizni, diqqatimizni shunga og'dirolmaymiz. Hozirmi hamma davlatliklarni biz yugamay qo'zg'ishimiz kerak. Shu davlatdagi tashkilotlar o'zi qo'zg'alish kerak. Bundan keyin iqtisodni o'zi to'plab, o'zi qo'zg'alib, birikib ish qiladigan bo'lsa, birikib ish qilish kerak. Shunga bu virus uchun yolg'iz Amerika qilam emas. Siz Gollandiyada turib, Gollandiya hukumatini, parlamentini, tashqi ishlar ministrini, kishilik huquq tashkilotlarini, Qizil Kirist jamiyatini harakatga keltira olsangiz, bir Gollandiya hukumatiga o'xshash butun davlatni turayotganlar ashuna harakatga keltira olsa, onundan keyin bizning ishimiz avval jurnalistlar bilan, kishilik huquq tashkilotlar bilan, Qizil Kiristlar jamiyati bilan hamma dunyo tan qo'zg'alsa, ondan ma sizning ishkirga akitib baga adamingizga haq ko'ngil bo'ladi. Bo'lmasa hozir virus taqab ketib bordi. Hamma adam o'zi bilan qolganda sizninkiga ish qolmaydi. Siz har kuni yig'lab baga vaqtingizda andin sizning ishingiz kun tartibga kiradi. Mening deydiganim mushu biz eng mesela Turkiyada sizga deb beray, Turkiyada nayt qattiq hammasi qo'zg'alib chiqib Uyg'ur masalasi bo'layotdi. Bütün Türkler bütün dünyada qo'zg'algan. Ma vaqa hem virus vaqasi hem uningdan bo'lak ma o qahramonlar vafot bo'lgan vaqa bo'lgandan keyin hamma odamning diqqati ashunga og'dirilib ketdi. Biz buningga og'dirilsin, yana qaytadan bütün Türklarni qo'zg'ash kerak. Bütün axborotga chiqqan Uyg'urlar mush harakatni qilish kerak. Bir ishga axborotga qarab qolmaslik kerak. Hurmatli Rabia Qodir xonim, qimmatli vaqtingizni ajratib programmamizga alohida qatnashib berganligingiz uchun bütün ko'ruvchilarimiz nomidan sizga tashakkurimizni bildiramiz. Rahmat sizga. Endi mushunchalar jafo tortib Uyg'urlarningki ovozini dunyoga yetkazish uchun mush 15 yildan beri tirishib kelyapsizlar. Men chiqqan turmadan chiqqandan tortib Abdusalom balam sizmiş Uyghur TV aşnatırışıp ki nurgun iqtisadi qiyinchilikqa duch keldingiz. Nurgun qitim aş kichik balınız tug'ilib qolgan vaqtlarni aş yurib mush ishni qilib oxir to'xtamay bugungi javobni davomlashtirib kelyapsizlar. Mana bu shuning o'zi Uyg'urlarni qutuldirish bir jang. Shunga hammanglarga rahmat aytaman. Sizlarga ming rahmat. Davomli ishinglar yaxshi ro'naq topsin, davomlashtiringlar. Rahmat sizlarga. Qadrli ko'ruvchilar, stansimiz strategiya haqida so'raydigan savollaringizga vaqtida javob berish uchun maxsus elxat sandig'i hozirlandi. Mutaxassislarimizdan so'raydigan savollaringlar bo'lsa, elxat sandig'imizga yozishinglarni tavsiya qilamiz. Bizning elxat adresimiz strategiya@gmail.com. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, vaqt munosabati bilan bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi son programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.